Assalomu alaykum. Bizni uzoqdan yaqindan kuzatib borib turgan aziz obunachilar, navbatdagi darvozamizni qurib o'rnashtirib bo'ldik. Bu darvozamizni Beshariq tumani Chorva mahallasiga olib kelib o'rnashtirdik. Guljon akamning xonadonlariga olib kelib o'rnashtirdik. Akamiz YouTube kanalimiz a'zosi ekan, ishlarimizni ko'rishib bor ekan. Telefon qilishganda kelishtirib, joy narxini tayyorlab berdik. Darvozamiz sizlarga bir qator materiallarni tanishtirib o'tamiz. Darvozamiz stoykalari 8 ga 8. Aylanasi o'sha 2,5 stena qalinlikda bo'ldi. Pastlari o'sha 8 ga 5 lik shivlerdan bo'ldi. Ramasiga ishlatilgan profillar 6 ga 4 lik 1,5 stena qora qalinlikdan bo'ldi. Darvozamizga ishlatilgan listlar tagi 1,8 lik qora kuydirilgan list. Mana bu yerlari ikkinchi qavati 1,1 lik listdan bosilgan. O'rtasiga stiklavatarlarni tashab, xudo xolasa ovoz chiqmaydi. Shumkali. Qolgan mana bu yerlar bir qavatdan. Mana shu yerning o'zi pastki derazalari 2 qavat bo'lgan. Orqa holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Darvozamiz orqa holati. Tekis silliq bo'lib chiqqan. Zatorlarimiz ushnoy. Ichki zatordan emas, ochilib yopilishlari bemalol, unaqa qiyinchilik bo'lmaydi ochilib yopilganda. Zamoklarimiz ochilib yopilishlari ham yaxshi. Xudo xolasa ancha xizmat qilib beradi. Yaxshi o'sha Zubur firmani yaxshi zamonadan qo'yib berganmiz. Kraskalarimizga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Taglariga gruntokli Grantekslar sepilgan Devo kraska. Darvozamizni quyoshga teskari bo'lgancha syomkada qoraroq chiqyapti. O'zi chiroyli o'sha mokra asfaltda ochroq rangidan sepilgan. Endi kamerada qoraroq chiqyapti. Darvozamiz 1 kvadratini 900 ming so'mdan tayyorlab berdik. Eniga 360, balandligiga 350 razmerda bo'ldi. Jami summasi 11,5 million so'mga dastavkalar bilan kelib o'rnashyapti. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa xizmatlarimizni butun O'zbekiston bo'ylab tayyorlab beramiz. Kanalda yangilar obuna bo'lishni unutmaysizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar azizlar.